Bismillahirrahmanirrahim. Sizlar bilan Miftahul Arabiyya kitobimizda navbatdagi darsi Hayotut Tolib talabani hayoti. Muhtaviyatud darsi darsni tarkibiy qismlari, ya'ni tarkibi ichiga oladigan narsalar. Qiroa o'qish qismida siz muvasolatu fil baladi fil madinati shahardagi transportlarni o'rganamiz ekan. Xo'sh, qavoid bo'limida isnadul fi'li mudori' ila damair. Isnad bog'lash, muzori fe'lini zamirlarga bog'lashni o'rganamiz ekan. Hop, kitaba bo'limida esa kitabatu jadvalil mawa'id. Kitaba yozish, jadval, mawa'id bo'lsa vaqtlar, uchrashuvlar jadvalini yozish. Hop, mal'u istibanat, blanka so'rovnomani, anketani to'ldirish degani. Istibana degani so'rovnoma yoki ariza, shunaqa ma'nolari bor. So'rovnoma to'g'riroq variant. Kitabatu fiqratin anil muwasalati fi baladik. Shahringdagi, yurtingdagi transportlar haqida bir abzast yoz. Fiqra degani abzast yoki paragraf degani, al-arqom degani raqamlar. Muwasalatu fil madina, shahardagi transportlar. Xo'p, vasailul muwasala, transport vositalari: hafila, avtobus, qator, poyezd, safina, kema, sayyaratu ujra, taksi, mahattatun, bekat. Sifatlar: sari', tez, bati', sekin, ali, baland, g'oli, qimmat, raxis, arzon, amin, xavfsiz, xotir, xatarli, ba'id an, ga, uzoq, qarib min, ga, yaqin. Hop, af'al: yarkabu, minadi, chiqadi, yanzilu, tushadi, yakhruju, mindan chiqadi, yadkhulu, ilaga kiradi, yantaliqu, jo'nab ketadi, yasilu, ila, yetib boradi. Shu yerda savollarga javob berishlik kerak. Bunga mana bu matndan keyin javob bersa ham bo'ladi. Yazan talibun fil jami'a. Yazan universitet talabasi. Huwa yadrusu fi kulliyatil ulum siyasiyya. U siyosat fakultetida o'qiydi. Huwa fi sanati salisa. U 3-kursda o'qiydi. Yaskunu yazan ma'a usratihi fi shaqqatin. Oilasi bilan birga kvartirada turadi. Ash-shaqqatu fi markazil madina. Kvartira shahar markazida. Xo'sh, kulliyatu yazan ba'idatun an baytihi. Yazanda fakulteti uyga uzoq. Yadrusu yazan fi kulliyatihi 5 ayyamin fil usbu'i. Yazan fakultetida haftada 5 kun o'qiydi. Yazhabu yazan ila kulliyati biwasailil muwasala. Yazan fakultetga transport vositalari bilan boradi. Yakhruju yazan min baytihi sa'ata 7:30 sabahan. Yazan uydan soat 7:30da, ertalabki 7:30da chiqadi. Va yanziru al-hafilata fi mawqifi qaribin min al-bayti. Uyga yaqin bo'lgan to'xtash joyida avtobusni kutadi. Summa yarkabul hafilata raqamu 41. 41-raqamli avtobusga minadi. Yasilu yazan ila mahattatil metro ba'da nisfi sa'atin. Yarim soatdan keyin metro bekatiga yazan yetib oladi. Yarkabu yazan al metro as-sa'ata as-8:10. Yazan metroga soat 8:10 o'tganda chiqadi. Ba'da 10 yanzilu min al-metro. Metrodan 10 daqiqadan keyin tushadi. Summa yarkabu hafilatan saghiratan. So'ng kichkina avtobusga, bu yerda mikro avtobuslar bo'ladi-ku, shular nazarda tutilyapti. Ya'ni avtobusdan kichikroq, gazel deymiz biz, shunaqa, shu to'g'ri keladi. Shu xullas mikro avtobusga o'tiradi. Shunga chiqadi. Hop, yasilu yazan ila jami'ati sa'ata as-8:40. Yazan universitetga soat 8:40 o'tganda yetib oladi.
bu matnda o'ziga moslaysiz. Bu yerdagi savollarga javob berasiz. Ma vasailul muwassala fi baladik shahrindagi transport vositalari qaysilar? Kayfa tazhabu ila madrasatik, jamiatik, amalik? Ishingga, universitetingga yoki maktabingga qanday qilib borasan deyapti. Bularga javob berishlik kerak. Hop. Bularga javob bergandan keyin buni o'ziniki qilib o'ziga to'g'rilab yozib olgandan keyin istimasi bor, eshitishingiz kerak. Buni kanaldan topsangiz bo'ladi, Telegram kanalda. Xo'p. Undan keyin savollarga javob berishlik kerak. Maza yadrusu yazan. Yazan nimani o'qiydi? Xo'sh. Nechinchi kursda o'qiydi? Universitetga qanday qilib boradi? Yozish kerak buni. Tepadagi matndan olib. To'g'ri yoki xato belgisini qo'yishlik kerak. Bu yerda alif bilan b deb bog'lash kerak. Yazan uydan chiqadi, nechida chiqadi soatini yozgan. To'g'risini topib yozasiz, bog'laysiz bir-biriga. Savol beryapti, qayerda yashaydi deb yozasiz, qayerda yashashini. Bu yerda javobi bor, javobiga savol topishingiz kerak. Xo'sh, lug'aviyat qismi, hafila degan avtobus. Bu yerdagi so'zlarni topib, to'g'risini topib bog'lash kerak bu yerga, rasmga. Xo'p. Birlik bilan ko'plikni bog'lash kerak. Hafilatun ko'pligi hafilatun. Shunaqa davom ettirasiz. Uzoq bu yerda so'zlarni ziddini topishlik kerak. Qarama-qarshi so'zlar. Ba'id uzoq, qoribun yaqin. Yaxruju chiqadi, yadxulu kiradi. Moslash kerak xullas. Kiradi, chiqadi, turadi, o'tiradi, yeydi, ichadi. Shunaqa xullas. Qarama-qarshi. Xo'p, bu yerda o'sha bos keladigan predlogni qo'yish kerak. Muhammad universitet, Qohira universitetida o'qiydi bo'lsa, fi to'g'ri keladi bu yerga. Qolganiga o'zingiz topasiz, o'sha yerda egilarni ishlatasiz endi. Bu yerda Muhammad talaba qayerda? Fi jamia universitetda talaba. U fakultetda, shu fakultetda nima qiladi? Avtobus tushmaydi, uzoq tushmaydi, o'rganadi, o'qiydi. Shu moslash kerak. Tepadagi so'zlarni mosini qo'yish kerak shu yerga. Xo'p. Bu yerda ko'rsatyapti. Mulohaza qil. Anaga alif tushar ekan. Bizga n tushar ekan. Senga ta, sen muannasga ta bilan ina, uga ya, u qizga ta to'g'ri kelar ekan. Qo'shimcha, fe'lga qo'shiladigan qo'shimcha. Endi siz rokiba, arkabu, tarkabu, arkabu, tarkabu, tarkabina, yarkabu, tarkabu, tarkabu, tarkabina, yarkabu, tarkabu, narkabu bo'ladi mana bu. Boshda adashib ketibdi. Xullas shuni moslash kerak bu yerdagi fe'llarga. Xo'p. Men va do'stim, bu qavschini ochib to'g'risini qo'yasiz. Men va do'stim talabalar yotoqxonasida. Men turaman, biz turamiz, u turadi. To'g'risini topib qo'yishlik kerak, qavschidan chiqarib xullas. Va sakana fe'lini bu yoqqa to'g'risini yozish kerak. Askunu qaysi bir so'z tushadi? Askunu qa to'g'ri keladi. Nahnu gama, ana gama, anta va antimi, huwa miyami. Shuni topib belgilaysiz. Xo'sh. Bora uzr, ovozim chiqmay qolyapti. Bu yoqqa raqamlar. Bir daqiqa. Xo'p, davom etamiz. 25 deb qo'yibdi. Arabchasini raqamda va yozmada yozib qo'ygan. Raqamlarni bilsangiz yozishingiz kerak, bilmasangiz tashlab ketaverasiz. Xo'p, kam shahro fi sana, bir yilda nechta fasl bor? Fi sanati deb turib, mashtaqa deb yozishingiz kerak. Fi sanatini birinchi olib kelasiz, shunda bir yilda deb turib, undan keyingi kelayotgan so'zingizni va undan keyin bor degan tarjimani o'zi qo'shib qo'yadi. Fi sanati birinchi keladi, keyin necha oyligi keladi. Tamam? Bor degan so'zni ishlatish shart emas. O'sha fi sana boshida kelishligi bor degan tarjimani o'zi ifodalab beradi. Demak, bu yerda uktub asma'a wasailil muwasalah. Transport vositalarini tahta kulli sura, har bir rasmda tagidagi transport vositalarini ismini yoz.
va borgan unda sen borgan joyingni yoz deyapti. Demak bu avtobus nima poyezd arabchasida bo'ladi, yozasiz va unda qayerga borgansiz. Masalan, men poyezdda Toshkentga borganman. Shuni yozasiz. Bu yerda jadval beryapti. Qayerdan qayerga borishlikni, nechida chiqib ketib, nechida yetib borish va intiloq yetib borish vaqti. Necha soat vaqt oladi? Masalan, 9 da chiqib ketib, yo'q, 901 poyezd nimasi ekan bu? Xo'sh, 8:15 da chiqib ketib, 11 da yetib borar ekan. Bu yerda o'sha masalan aytyapti. Qohiradan Iskandariyaga poyezd qachon yetib keladi? Vaqtini yozasiz o'sha yerdan topib. Bu yerda foydali gap tuzyapti. Mana shu 4 ta 5 ta so'zlar bor. Bu yerda bir-biriga to'g'ri bog'lab turib tuzishlik kerak. Bulardan birorta so'z qolib ham ketmasligi kerak va tashqaridan so'z ham olib qo'shmaslik kerak. Aynan mana shu yerga yozish uchun. Bulardan ham foydalanib gap tuzishlik kerak. Savollarga javob berish kerak. Gapdagi noto'g'rilik to'g'rila deyapti. Masalan, Sumayya tolibatun fil madrasati sanaviyya. Madrasa so'zida xatolik bor. Tamarbuta bo'ladi. Shu xatoliklarni topib to'g'rilash kerak. Bu yerda bu kerak emas, eshitib yetish kerak buni. Shu yergacha qilsangiz bo'ladi. Bu yozuv qismi unchalik hozir zarur emas. Shu yergacha qilsangiz ham ketadi. Keyingi darsimizni ham darsligini tayyorlaymiz, xudo xolasa. Al hayotul ijtimoiy.